Assalomu alaykum hammaga. Bu Veron Fufi. Bugun sizlar bilan Dacha serialimizni ko'p obunachilar iltimos chiqaring deyotganda shuning uchun 6-qismni namoyish etdik va 100 like bo'ldi. Va sizlarga 6-qismni namoyish etamiz. Bundan oldin bir narsa haqida gaplashib olamiz. Bizda Telegram kanal ochildi, Dacha Premiere degan. Dacha serialni kim xohlayotgan bo'lsa ya serial zo'r qiziqtiradigan seriallar bo'lsa, o'sha kanalga o'tib qo'yinglar, obuna bo'ling. Avvalgi qismlarda Aziz aka nimadir xalaqit beryapti. Qora jin bor. Menga ham Insonlar odamlar kam uchraydigan joyda yurishadi. G'or, o'rmon, axlatxona. Joni uzilishini kutib, keyin arosatda yurishadi. Men bu ishlarga aralashmayman. opa Nimadir yordam kerakmi? Dacha Arosat yangi qism. Avozlol, 6-qism. kelib qoldingmi? Men keldim, ishxonaning oldidaman. Bo'ldi, mana eshikni ochaman. Qisqacha reklamani ko'rib o'tamiz. Biz Dacha serialini Telegram kanalini ochdik va bu Dacha serialini hamma qismlarini erta qo'yadi. 6-qismdan o'tamiz. Mana TM Dacha Premiere degan kanalga obuna bo'ling va YouTube'da shapkasiga ham qo'yib qo'yganman havolalar bo'limiga. O'shanga obuna bo'ling. Boyaga aytgan reklamamni ko'rgan bo'lsanglar kerak, Telegram kanalimizga obuna bo'ling va 7-qism tez orada Telegramga chiqadi. Obuna bo'ling.